Sharaf Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti maktabgacha ta'lim yo'nalishi 201-guruh talabasi Umarova Sevinchning tabiat bilan tanishtirish metodikasi fanidan tayyorlagan taqdimoti. Mavzu: ekologik ta'lim berish davlat standartlari. Reja: ekologik ta'limning mazmuni va ahamiyati. Davlat ta'lim standartlariga ekologik kompetensiyalar. Ekologik ta'limni amalga oshirishning shakl va usullari. Ta'lim jarayonida ekologik madaniyatni shakllantirish mexanizmlari. Ekologik ta'lim bu o'quvchi va talabalarning atrof muhitga nisbatan ongli mas'uliyatli munosabatini shakllantirishga qaratilgan tizimli pedagogik jarayon bo'lib, u jamiyatning kelajagidagi barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Ekologik ta'limning mazmuni faqatgina tabiat haqidagi nazariy bilimlarni berish bilan cheklanmaydi. U ekologik tabiat haqidagi nazariy bilimlarni berish bilan cheklanmaydi. U ekologik muammolarni tushunish, tabiatni muhofaza qilishda faol ishtirok etish, ekologik xavfsizlik qoidalariga amal qilish kabi amaliy ko'nikmalarni ham o'z ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasi davlat ta'lim standarti ekologik kompetensiyalar barcha ta'lim bosqichlari uchun asosiy umumta'lim kompetensiyalari tarkibiga kiritilgan. O'quvchi ekologik omillarni tahlil qilib, tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushunish, ekologik xavfsizlik talablariga amal qilish kabi ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim. Ekologik kompetensiyalar quyidagi tarkibiy qismlardan qamrab oladi. Ekologik bilimlar: birinchisi, tabiat kompetensiyalari, ekologik tizimlar, global ekologik muammolar haqida bilimga ega bo'lish. Ikkinchisi, ekologik fikrlash, ekologik jarayonni tahlil qilish, muammolarning asosiy sabablarini tushunish. Uchinchisi, ekologik xulq-atvar, resurslarni tejash, chiqindilarni kamaytirish, ekologik xavf tug'diruvchi xatti-harakatlardan tiyilish. Amaliy kompetensiyalar: atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha kichik loyihalar, kuzatuvlar olib borish, ekologik tadbirlarda faol ishtirok etadi. Ekologik madaniyatni shakllantirish: bu o'quvchilarning tabiatni qadrlashi, ekologik xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi va atrof muhitga zarar yetkazmaydigan xulq-atvorni hayot tarziga aylantirishi bilan bog'liq jarayondir. Buni amalga oshirish uchun ta'lim muassasalari bir qator mexanizmlardan foydalaniladi. Xulosa: ekologik ta'limning davlat ta'lim standartlariga belgilanishi mamlakatda ekologik madaniyat va barqaror rivojlanish tamoyillariga oid yondashuvlarni takomillashiga xizmat qiladi. Ta'lim jarayoniga ekologik g'oyalar, zamonaviy usullar va amaliy faoliyatlarni joriy etish o'quvchilarda ongli munosabatni, tabiatni asrashga bo'lgan mas'uliyatni kuchaytiradi. Natijada ekologik fikrlaydigan, ekologik xavfsiz hayot tarziga amal qiladigan, atrof muhitni muhofaza qilishga o'z hissasini qo'sha oladigan yetuk shaxslar shakllanadi. Foydalanilgan adabiyotlar. E'tiboringiz uchun rahmat.